Salom do'stlar, bugun sizlar bilan Uzbzerk va bugungi videomiz biz bugun Vijvanya qilamiz. Kanalga ketdik. Faqat like va obuna bo'lishni unutmanglar. Go. Birinchi ishimizni cho'plarni sindirishdan boshlaymiz. Qani ketdik. Xo'sh, mana asta-asta cho'plarni ham sindirib olayapmiz. Stop. Ana uni qaranglar. Nima u? Qani ket. Mana keldik. Endi bu yer eski Misr ekan-ku. Mana bu yerdan hamma narsani ham olib oldik. Endi bu yerdan asta-sekin chiqamiz. Qaranglar, olmos, izmirut, oltin olma, hattoki temir ham bor ekan. Bu prosta zo'r. Endi asta-sekin tosh va bir narsalar qazishni boshlaymiz. Mana kelib ham oldik. Endi ketdik. Va mana kecham bo'ldi. Endi asta-sekin uy topish kerak yo kravat topish kerak, chunki movlar chiqadi. Voy creeper, qoch. Endi bu yerdan tez-tez qochish kerak, chunki movlar chiqadi va qochdik. Qoch joningdan. Qochamiz. Qani ish qilib yorug'lik bo'lsin, juda qorong'u. Hech biri ko'rinmayapti. Lavani yorug'lik tez borish kerak. Ket. To'xta, obuna bo'l. Biz fakil yasaylik, juda qorong'u, birov kelib o'ldirib ketishi mumkin. Fakil qani? Menda bu borki, nega fakil yasab bo'lmaydi? Yo'q. Va